Assalamu aleyküm. Bütün dünyadaki Uygurlarım yaxşımısınız? Ben bugün sizlerge Xitayninki milleni almaslık, satmaslık toğrusida ve qandaq ticaret qilish to'g'risida so'zlayman qarindoshlar. Men o'zimni 7 yoshdan tortib bir yandan o'qib, bir yandan tijorat qilgan, ham tijoratning markazi otish tug'ilib cho'ng'igan bir o'g'il bola suhbatim bilan bu so'zni sizlar qilishga o'zimni loyiq deb o'yladim. Şu sebepten ticari tecrübelerim hem xalqaro vaziyatning bugünü men sizlar qarindoshlarga anlatishni qaror qildim qarindoshlar. Suyumlu qarindoshlarimiz bulapmı O'rta Osiyodagi Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekistondagi avval Uyg'urlarimga, keyin şu O'zbek, Qirg'iz, Qozoq qarindoshlarımga Xitoy bilan tijorat qilmaslikni, Xitoy meli olmaslikni, Xitoyni kuchlantirmaslikni ham shu orqali Xitoydan mal elish orqali Xitoy to'lamasida yotgan 5 million Uyg'ur musulmon qarindoshlarning zulm ko'rishiga, texidim acı chekishiga, texidim shu turmada yetib kelishga sabab bo'lmasligiga da'vat qilaman qarindoshlar. Bu şu Özbekistan'ın dağınlık sanatçısı Yultuzxan Örümçek ketdi. Yultuzxan bir kunlarda o'zininki hem Uyg'ur ekanligini, hem Özbek ekanligini de bütün dünyadaki Uyg'ur Özbek qarindoshlarni xushol qilgan edi. Chunki Özbek degan Uyg'ur Özbek o'xshash. Hammamiz qon, din, qarindoshlar. Bular Özbeklar, Uyg'urlar eng yaqin kelganlar. Ammo lekin bu Yultuzxonning Örümchekga verib uyan qo'yishi bizning yuragimizdan yetishdi. Xalqimiz shundoq zulm ko'rayotgan, xalqimiz shundoq kofirninki qo'lida o'zining diniy milliy erlikida yashamayotgan bugungi kunda u yerda daqidumboq qilib xushnavo qilishi ko'nglimizni og'ritdi. Biz Yultuzxonni necha oyning oldida Turkiyaga da'vat qildik. O'zimizning qon qarindosh, o'zimizning dört Turkiyada uyan qo'ysin desak, o'zining atrofida 10-20 dek aksiyning borligini, hammasının pulini, chiqimini bas keldiganligini dedi. Biz faqat o'zining chiqimini berdiganligimizda dedik. Bir qon qarindosh pulash suhbatimiz bilan Turkiyada olqish qilishsin dedik. Ammo lekin nurg'unlagan pul chiqim ko'rsatganlik uchun akilmadik. Demak, Xitoy aşağıdaki bizning vatanimizga Uyg'urlarning yerini tortib olish, pulini tortib olish orqali shu qilgan iqtisodni Yultuzxonga berdi. Bo'lgan Yultuzxon Urumchiga ketib qoldi. Yultuzxonga bu yerdan ikkiga so'z qilib olay. Yultuzxonim, biz sizni Uyg'ur deb bildik ve Özbek deb bildik, qon din qarindosh deb bildik. Faqat sahnada uyalni qo'ymay, Urumchidagi, Qashqardagi, vatanimizning 16 shahridagi shu turmi lagerga ketayotgan qarindoshlarni ham vatanning turmilarini bir ziyorat qiling. Mescitlerini bir ziyaret kılın, hem xalqimiz bilan bir paranglashib beqing. Andin bu xalqimiz kulishga, o'ynashga, naqshingizni anglashga, chavaq chelishga loyiqmi, yoki sizning g'amxo'rligingizga loyiqmi, buni bila olasiz. Keyin deydiganim qarindoshlar, tarixdan buyon ihanet, xiyonet, munofiqlik yandagi qarindoshdan kelgan. Shuning uchun bugungi kundami bu Uyg'ur qon din qarindoshlarga, ey O'zbekistonlik qarindoshlar, Qozog'istonlik qarindoshlar, Tojikistonlik qarindoshlar, ham o'zimizning vatandoshi bo'lgan Uyg'urlar xoinlik qilmanglar. Biz kommunist Xitoyning melini olmagan vaqtimizda, Xitoyning melini hech qilmagan vaqtimizda Xitoy majbur 5 million vatanda qulga o'xshash ishlayotgan, bakaliq bir muamesaga ishlayotgan şu Uyg'ur qarindoshlarni turma lagerdan qo'yib berib o'tishga vatanimizning siyosiy kengaytirishga majbur bo'ldi. Ammo qanchaki Xitoyning malini jiqasanglar, Xitoyni qancha pul topqizsanglar, Xitoy malni yetkazolmaydi xalqaraga. Shuning bilan texidim odam jiqishilish uchun uyli beka o'ttirgan, talada tijorat qilayotgan begona Uyg'urlar, ya'ni turma lagerga solab, ularni bakaliq ishlat. Texidim xalqaraga o'zining mallarini yaydi. Şunun için Xitoyning bu işe asla sherik bo'lib qolmanglar. Bu Xitoyning har bir millati Uyg'urning qanava, Uyg'urning janava, mana o'shaningga qattiq diqqat qiling degan qarindoshlar. Ham so'zimning eng oxiri deydiganimiz, endi sizlarga tijoriy yo'l ko'rsatdik. Xitoy meni satmasak jon boqamandik. Albatta jon boqa olamiz qarindoshlar. Misol o'zimizningki Turkiya. Men vatanimizdagi vaqtimda shundoq yaxshi tijorat qilayotgan edimdim. Men aynı zamanda bundan 10 necha yil oldida Guangzhoudan, Beijingdan mal kelib vatanda mal satgan.
vatanimizdagi asosiy ko'pincha Uyg'urlar shundoq. Ammo keyin biz nima uchun Xitoyning milini sotamaymiz? Biz ush kofirning milini sotmayli, o'zimizning qon bir din qarindoshini qozondiramamdik yoki o'zimiz zavod, korxona quramamdik deb tirishdik.